Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ridrev. Bugungi videomizda biz yapon stildagi uyni oxirigacha bitkazib qo'yamiz va unga bezak beramiz. Sizlar esa hozir obuna bo'ling va like bosing. Biz esa ketdik. Xo'sh do'stlar, bizga faqat tom qolgan edi va bizga har bir tarafiga o'rtadan olib kelib qo'yib qo'ydim. Shu har bir tarafiga olib kelib birlashtirib qo'yishimiz kerak. Aytgancha do'stlar, men bugun yoki ertaga yangi video chiqarmoqchiman. Bu video horror bo'ladi. Mana shunday qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Horror videoni ko'proq chiqaraymi yoki faqat bir marta chiqarsam bo'ladimi? Kommentariy yozinglar. Xo'sh, endi mana bu tomni xuddi men orqamdan qaytarib yopishimiz kerak bo'ladi. Mana bunday va mana bunday qilib har bitta nimadan liniya o'tkazamiz. Xo'sh, mana oxirgi liniya. Mana shunday qilib har bitta tomning mana shu joyini har bitta tarafiga qilib chiqamiz. Mana bir taraf ham oldim. Endi tomning mana bu qismiga o'tamiz. Mana bu qismini mana bunday qilib ko'tarib chiqamiz. Mana shunday qilib liniya tortishimiz kerak bo'ladi. Xuddi menday qilsalaring noto'g'ri bo'lmaydi. Mana buni bunday, mana bunday. Mana keyin pastga tushish bo'lsa, mana bunday qilib pastga tushiramiz. Shunday qilib xuddi mana shu liniyani har bitta tomning har bir tarafiga qilamiz. Bu. Mana tomni ham bitirib oldik. Endi tomning mana bunday ochiq qismlariga o'tamiz. Bu qismlarni bunaqa archali yarimtalik bloklar bilan bekitamiz. Xato buzib qo'ydim. Mana bunday. Mana shunday qilib bekitib chiqishimiz kerak bo'ladi. Shunda bu yer ham chiroyli ko'rinishni boshlaydi. Hozir deyarli bo'ldi. Mana shuni har bitta burchagiga qilib shunaqa yopib chiqamiz. Mana do'stlar, men har bir tarafini bekitib chiqdim. Endi mana bu o'rta va chekka qismlarga o'tamiz. Bu qismlarni mana bunday qilib bekitamiz. Meni ortimdan qaytarib mana shunday bekitsak chiroyli ko'rinadi. Xo'sh, endi o'rta qismini esa mana bunday qilib bekitamiz. Buni bunday va mana bunday qilib bekitamiz. Va mana shu holatni har bir tarafda qaytarishimiz kerak bo'ladi. Mana do'stlar, men bekitib chiqdim. Uyimiz deyarli tayyor. Faqatgina bezak qismi qoldi. Bezak qismini esa mana bunday qilamiz. Buni bunday. Mana shunday qilib qo'yamiz. Xo'sh, keyin bu yerga bo'lsa mana bunday va bunday qilamiz. Mana shu holatda har bir tarafga qaytarishimiz kerak bo'ladi. Eshik va deraza uchun esa men mana bularni tanladim. Sizlar esa xohlagan nimangizni olishingiz, xohlagan turdagi eshik yoki derazangizni qilishingiz mumkin. Men chiroyli ko'ringani uchun
mana shu turdagi eshik va derazani oldim. Xuddi mana shundayda har bir tarafga qilib chiqamiz. Mana do'stlar, yapon stilidagi uyimizni ham bitirib oldik. Bu uyni kommentariyalarda 10 ballik sistemada baholashingizni so'rayman va kanalga obuna bo'lish va like bosishni ham so'rab qolaman. Sizlar bilan Ridre bo'ldi. Hammaga xayr.